Xayrli kun barchangizga. Kecha-kechasi prямma efir qildim, qisqa muddatli. Sababi 2 kundan beri ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan o'sha video, ikkita bolaning videosi bo'ldi va bundan ozroq jahlim chiqdi va insonlarda fikrlarini bilish uchun prямma efirlar qildim va Allohga shukr 90% dan oshiq insonlar bu fitnalarga aralashmayotganini, xolis inson ekanliklarini bildim va shulardan 10% o'zlarini ya'ni fikrlari yo'qligi uchun kim nima desa fitna qilayotgan bo'lsa shunga ergashayotganliklari uchun ularni ogohlantirib qo'ymoqchimiz. Jinoyat kodeksining 307-moddasida ko'rsatilgan insonni obro'sizlantirish, unga tuhmat qilish, ya'ni qonunlari bor. O'zbekistonda ham bor, Koreyada ham bor. Bunda ko'rsatilishicha insonni, ya'ni u haqdagi yolg'on bo'lgan ma'lumotlarni tarqatish, uni videolarni tarqatish, uni yuzini aniq ko'rsatgan holda videolarni tarqatish bu jinoyat javobgarligiga olib keladi. Ya'ni yolg'on ma'lumot tarqatganingiz uchun ham siz jinoyat javobgarligiga tortilasiz. Insonni obro'sizlantirganingiz uchun ham va plus agar u yerga siz qotil degan so'zni yozadigan bo'lsangiz, uning uchun ham javobgarlikka tortilasiz. Chunki bu tuhmat hisoblanadi. Bu juda ham og'ir javobgarliklardan biri hisoblanadi. Ya'ni hech qayerda rasman tasdiqlanmagan, milisiyada ham, na prokuraturada, na sudda unga hukm chiqarilmagan qotil deb. Bu qotil degan so'zni kimlardir o'zlaricha o'ylab chiqargan. Bu hech qayerda yo'q hali. U shunchaki milisaxonada ham, tergovga chaqirilganda ham shunchaki chamgo'yin bir ishtirokchi guvoh sifatida chaqirilgan. U yerda na ayblanuvchi, na bir gumonlanuvchi bo'lib chaqirilgan. Shuning uchun bir insonga tuhmat qilishdan oldin, unga tamg'a bosishdan oldin o'ylab ko'ring. Bu sizga ham juda ham qimmatga tushadi. Har xil fitnali, o'zini aktivini oshirish uchun, o'zini nafsini qondirish uchun, ya'ni o'zini nafsi orqali, yolg'on ma'lumotlar orqali pul topishni o'ylayotgan insonlarni fitnalariga uchrab, siz ham jinoyat javobgarligiga tortilib yurmang. Hozirda kim internetga agar qotil deb qo'ygan bo'lsa, hammasi tekshiruvda, hammasi hisobga olinib, o'sha so'z qayerlarda ishlatilyapti, kimlar internet orqali boshqa bir shaxsni videolarini qo'yyapti, ulardan so'ramagan holda, rozilik olmagan holda va u yerga qanaqa so'zlar ishlatilyapti, hammasi kerakli joylarda yig'ilib borilyapti va bu sizga qimmatga tushadi. Hamma joyda ham imkoniyat beriladi. Kim internetiga qotil degan so'zlarni yozib, uni videolarini so'ramasdan bir insonni obro'sizlantirish maqsadida qo'ygan videolar bo'lsa, o'chirsin. Agar o'chirmasa, albatta o'zlarini qilgan tanlovlar uchun o'zlari javob beradilar.